Humoyun To'xtamurodov va tojikistonlik Fazliddin Karim Madrahimov o'rtasidagi jang hali ham noaniq. Bularning jangi nega bo'lmayapti? Hammasi moddiyat tomonlamami yoki bo'lmasam boshqa narsami? Bu jangdan nega Humoyun bosh tortmoqda? Internet tarmoqlarida har xil shunga o'xshagan videolar ko'payib ketdi. Bu videolarning ko'rsangiz, ularning asl ma'nosi Humoyun To'xtamurodov jangdan qochayotganligini aytgan. Humoyun To'xtamurodov har xil bahonalar qilib jangni atkazib bermoqda. Endi u tojikistonlik jangchi bilan Kulachka provinsiyasida ham jang qilish istagini bildirdi. Yoki bo'lmasam Nursulton Ro'zboyevning aytgan gaplari to'g'rimi? Nursulton Ro'zboyevning gaplari: Fazliddin bilan hech kim jang qila olmaydi. Chunki undan barchasi qo'rqadi. Ular jangni qabul qiladi, lekin yana atkazib beradi degan gaplari internet tarmoqlarida aylanib yuribdi. Do'stlar, bu jangchimizning ham Humoyun to'g'risida aytgan gaplarini bir eshitingga, keyin o'zingiz baho berib kommentariyaga o'z fikringizni qoldirasiz. Onlar necha kundan beri chakakka tegib ketdi. Nursulton aka Ro'ziboyev, mana Bobur aka Qurbonov. Va sizlar qayerdan biluvlaring bu jang bo'lmasligini? Nima sizlar kimsizlar? Vanga ham xijolat takusizlarni oldlaringda. Toch bugungi kunda ko'rib turgandek gapirdilaring. Endi oktagonga chiqib olib, mana Muhiddin aka Mamajonovni Fazliddin yutgandan keyin bu bola urushsa kerak degandim. O'zbekda or-nomusini ko'rsataman, bunday qilaman deb urushsa kerak degandim. Tekinga ham urushsa kerak degandim. Lekin bizning vesimiz 65 kilo. Endi 70 ga agar urushsa borku 1% yutishga imkoniyatim bo'lganda ham borku foydalanib ketardim. Kurashsiz, jangsiz taslim bo'lish yo'q edi. Agar Nursulton aka aytganday, jangda ozgina qolganda atkaz qiladi bular. Yo travma bo'ladi, yo 10-oktyabr bo'ladi, yili ma'lum emas 10-oktyabr. Urush qilishi mumkin. Agar Fazliddin 55 yosh bo'lganda urushardi. Hozir endi urushmaydi. Bularning jangiga xolis muxlislar ham o'zlarining fikrini bildirishgan. Bu akamizning ham fikrini birishdingga. Desa Humoyun To'xtamurodov bilan jang qilgan bo'lardim deb orzu qilyapti. Humoyun, sen o'zing bir dalbayib bo'lsang, va seni urib prosta pul ishlamoqchi, va sen hech kimga interes emas, sen bir chempion bo'lmasang, bir o'zing dalbayib bir urushni bilmaydigan bir tippoy bo'lsang sen. Tam nacharlardan bo'lsang, sen nacharlar bilan urushib yurgan odam bo'lsang o'zing. Chiq zo'r. Sen boyez emassan, Humoyun. Sen o'zing bir prosta bir chiq qara bir urushchi, bilan. Karim chempion bu. Sen prosta bir chiqib men vaymal qilding o'zi, ya'ni shunday qiladi-ki. Aytdi-ku sen nima dedi? Sen zakusga qilaman. Shu yerda hozir urushib shuna charchab yotgan joyda sen aytding, chiqaman, mana shu yerda. Ya tiba dedi, raskatayuz dedi. Yana nima kerak senga ta? Nima dedi? Dalbayib chiqaz, shu yerda chiqishing kerak edi sen. Bir tippoy bo'lsang o'zing. Bizni minganamiz aka-ukalarding. Davay. Bu video обращенni Humoyunga tashab qo'ying. Yo'q do'stlar, bularning gapida hech qanaqangi jon yo'q. Humoyun To'xtamurodov u bilan jang qiladi. Chunki Humoyunda o'zbek qoni, o'zbek g'ururi bor. Bu jangda Humoyun Fazliddinni shunday uradiki, Fazliddin faoliyati davomida bunday kaltak yemaganligiga o'zi ham amin bo'ladi. Humoyun haqida noto'g'ri informatsiya berayotganlar shu yerda to'xtang. Nima bo'lganda ham o'zbek millatimiz. Biz o'zimizning millatdoshimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak emasmi? Bu jangda albatta Humoyun Fazliddinni tabasiga tayantiradi degan umiddaman. Do'stlar, sizlar qanday fikrdasizlar? Agarda bu jang bo'ladigan bo'lsa, kimning qo'li baland keladi? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishni unutmang. Sog' bo'linglar.